Turkiyaning Leyla, Hayot, Ashq, Adalet, Laylo, Hayot, Sevgi, Adolat seriali 2024-yilning kuz mavsumida ekranlarga chiqqan eng shov-shuvli va reytinglarda yuqori o'rinlarni egallab kelayotgan loyihalaridan biri bo'ldi. Ushbu serial haqida barcha ishonchli va aniq ma'lumotlarni keltirib o'tmoqchimiz. Turk kinoijodkorlari navbatdagi ajoyib serialni Laylo seriali bilan tomoshabinlarni hayratda qoldirishda davom etishmoqda. Ushbu loyiha nafaqat o'zining yulduzli tarkibi, balki inson ruhiyatining eng qorong'u va eng yorug' tomonlarini ochib beruvchi teran syujeti bilan ham ajralib turadi. Serial Braziliyaning dunyoga mashhur Avenida Brazil telenovellasining rasmiy adaptatsiyasi hisoblanar ekan. Kichik yoshdagi Layloning hayoti o'gay onasi Nurning xiyonati tufayli ostin-ustun bo'lib ketadi. Otasi vafot etgach, Nur va uning sherigi Layloni shahar chetidagi chiqindixonaga tashlab ketishadi. Yillar o'tib Laylo ismini o'zgartirib, mahoratli oshpaz bo'lib yetishadi va o'zidan tortib olingan hayot uchun qasos olish maqsadida o'gay onasining xonadoniga qaytadi. Biroq qasos yo'lida uni kutilmagan muhabbat va vijdon azobi kutmoqda edi. Serialning muvaffaqiyatini uning ijodkorlari ta'minlashdi. Rejissyor esa Hilol Saral. U taqiqlangan Sevgi, Ashq Memnu va Qara Sevda kabi afsonaviy seriallarni suratga olgan. Serialda asosiy rolni, ya'ni Leyla rolini Cemre Baysal ijro etdi. Bundan tashqari, loyihada Gonca Vuslateri, Alperen Duymas, Halil Ibrahim Ceykan, Yigit Kirazchi kabi aktyorlar jamoasi suratga tushdi. Serial adolat qachondir qaror topadimi yoki uni inson o'z qo'li bilan o'rnatishi kerakmi degan savolni o'rtaga tashlaydi. Hilol Saralning uslubiga xos bo'lgan nafis kadrlar, Istanbulning go'zal manzaralari va hashamdor uylar muhiti serialga alohida joziba bag'ishlaydi. Bolalikdagi jarohatlar inson taqdiriga qanday ta'sir qiladi? Serialda ana shu savollarga javob beriladi. Serial No telekanalida efirga uzatildi. Birinchi qismidanoq yuqori reytinglarni qo'lga kiritdi va Turkiyada haftaning eng ko'p ko'riladigan loyihalari qatoridan joy oldi. Ayniqsa ayollar auditoriyasi o'rtasida serialga bo'lgan qiziqish juda baland ekanligi sezildi. Serial nafaqat qasos haqida, balki mehr-muhabbat, har qanday nafratni yengishga qodirligi haqida hikoya qiladi. Siz ham bu serialni tomosha qilyapsizmi? Agar tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta izohlarda serial haqidagi, aktyorlar haqidagi fikringizni yozib qoldiring.